Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bola chaqangizni sog'ligi uchun, Oilangizni tinchligi uchun. Rahmat. mana shu haftaning 7-kuniga guvoh bo'lganimiz uchun. Hamma guvoh bo'lsin, xola. 7-kunga. 10 million so'm ehson qilsangiz iltimos. Shunday. Ha? Tushunmadim. Qancha? 10 million. Adashib ketdinglar, 10 ming so'm demoqchingiz, xola? Beraman. Jo'ra. Yo'q. 10 million so'm ehson qilsangiz iltimos. Bermasangiz bo'lmaydi. Tushunmadim. Bermasam nima bo'ladi? Yakshanba kuni xotiningiz bolalarni olib inasinikiga ketganida, ha? Yoshgina bir kelinchakni uyingizga olib kelib, ha? Kechqurun ertalabgacha dupir qilib, ketsang ketaver yorim, boshqa sevgarim degan qo'shiqlaringizni hammasini bizlar mana Tirzadan ko'rsatingki-yu, jashirin kameraga olganmi? Men cherdakdan turib oldim, kuyov balkoningizga chiqib olgan. Shuning uchun, Bola chaqangizni sog'ligi uchun, oilangizni tinchligi uchun. haftaning 7-kunga tirik guvoh bo'lganimiz uchun 10 million so'm ehson qilsangiz. Iltimos. Tushunmadim. Bu qaynana kuyov qip-qizil kajol ekansizlar-ku, ha? Shunday. Vahshiylar. Yomon odamlar. Bo'pti, hozir beraman. Nima? Bu tadbirkorlikda bir yangi uslubi chiqdimi? Seni erkalab yollara solgan